Har bir inson kun kelib hammasidan charchaydi. Shahzoda san'atni tark etishiga nima sabab bo'lgani haqida gapirdi. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang. Xonanda Shahzoda Instagram sahifasidagi stories orqali muxlislaridan kelgan turli savollarga samimiy javob berdi. Quyidagi eng qiziqarli savol-javoblarni havola qilamiz. Yolg'izlik bilan qanday kurashish mumkin? Yolg'izlik hissi ko'pchilikda bo'ladi. Bu normal holat. Ba'zilar yolg'izlikni qalbdagi bo'shliq sifatida qabul qiladi. Aslida esa bu o'zingiz bilan yaqin aloqa o'rnatish davridir. Bunday holatlar doim foyda beradi, deya javob berdi xonanda. O'g'il bolalar tarbiyasida qanday qoidalarga amal qilasiz? Eng avvalo shaxsan o'zim namuna bo'lishim muhim. Bolalar aytilgan so'zlardan ko'ra har kuni ko'rib turgan ishlardan o'rnak oladi. Ikkinchi muhim narsa mehr va muhabbat. Aynan namuna va mehr bolalarda insoniylik va ichki qadriyatlarni shakllantiradi. Qanday qilib hech narsaga qaramasdan o'zligingizni saqlab qolish mumkin? O'zing bo'lish, o'zingga sodiq bo'lish degani. O'zingizni tinglashingiz, chegaralaringizni hurmat qilishingiz va qadriyatlaringizga xiyonat qilmasligingiz kerak. Bu har doim ham oson kechmaydi. Endi hech qachon qo'shiq aytmaysizmi? Ko'p yillik mehnatdan keyin inson hammasidan tuyishi mumkin. Menda ham shunday bo'ldi. Shu sababli menga tanaffus kerak bo'ldi. Ammo u uzoq davom etdi. Hammasi Allohning irodasi bilan. Agar qaytishim kerak bo'lsa, albatta qaytaman. Agar yo'q bo'lsa, demak shunisi menga yaxshiroq. Hozirda nimalarga ustuvorlik beryapsiz? Oila, farzandlar va ruhiy xotirjamlikni qo'llab-quvvatlaydigan hayot tarziga. Hayotda sizga berilgan eng foydali maslahat: Allohga tavakkal qil va o'zingga nisbatan rostgo'y bo'l. Shuning o'zi kifoya. Musiqa yoki sukunat, qaysi biri sizga yaqinroq? Hozircha sukunat. Turmushga chiqqanmisiz? Keksaroq inson bilan turmush qurganingiz rostmi? Yo'q, bu gaplar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Qachonlardir qiz farzand ko'rishni istaganmisiz? Ha, men doim qiz farzand ko'rishni orzu qilardim. Lekin Yaratgan menga ikkita ajoyib o'g'il berdi. Mening baxtim ham aynan shunda, deya savollarga javob berdi Shahzoda. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.